qindan havo chiqardi. Xijolat bo'lardim. Achidonim past edi. Peshob ushlash qiyin edi. Shu kimdir xursandmas edi. Xo'jayinim hayotda недовольный edi dedi. Xo'jayin hayotda недовольный. Qin kengligi, jinsiy muammolar bor, qindan havo chiqishi va uydagi shunaqasidan kelib chiqqan muammolar. Xo'jayinim всю жизнь недовольны deyaptilar. Hozir mana operatsiya qildik. Singlimiz Tojikistondan kelganlar. Aytaveraylik Tojikiston. Ha, aytavering. Yuzingiz ko'rinyapti. Xursandmisiz ayting? Xursandman, ko'nglimdagidan ziyoda o'tdi. Rosa qo'rqandim, qizlar, qo'rqmanglar. Juda ham ashulalar aytib, mazza qilib, hammasi zo'r bo'ldi. Muzikalar bilan mana operatsiyalar tugaganini ham bilmay qoldik. Yo'q, bilganim yo'q. Sezdingizmi biron narsa? Hech narsa sezganim yo'q. Narkoz bilan bo'ldi, shuning uchun hech narsa sezganlari yo'q. Narkoz ham yaxshi bo'ldi. Xullas, qandaydir muammolar bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Oliy toifali aksher-ginekolog, xirurg, reproduktolog Qobulova Gulbahor Pirimqulova, sog' bo'ling azizlar, salom deb qo'yingizmi? Operatsionni bitirib. Всё, hammaga rahmat.